Do'stlar, samolyot qanday uchadi? Samolyotni qanotida ko'taruvchi kuch qanday hosil bo'ladi? Shu haqida aytib o'tmoqchiman. Samolyotni qanoti va mana qo'limdagi kraska sepadigan pulverizatorni ishlash prinsipi bir xil. Ikkalasi ham fizikada Bernoulli qonuni deb ataladigan fizik hodisaga asoslangan. Bu Bernoulli qonunida aytilganki, suyuqlik yoki gazni oqimida tezlik oshsa, o'sha oqimni ichidagi bosim pasayadi va teskarisi. Oqimni tezligi pasaysa, oqimni ichidagi bosim ko'tariladi. Shu Bernoulli qonunini amalda ko'rishimiz uchun shunaqangi pulverizator yasadim. Bu ruchkani korpusi, bu chupa-chupsni cho'pi, ichi bo'sh. Bu esa plastilin bilan qatirib qo'yganman. Hozir bu tomoniga fudasam, bu yerda oqim paydo bo'lyapti. Oqimning tezligi bor. Shu sababli oqimni ichida bosim pasayyapti. Mana bu trubka esa shu oqimni ichida o'rnatilgan. Shu sababli bu yerga fudaganimda trubkaning uchida past bosim hosil bo'lyapti. Bu yerda esa bosim yuqoriroq. Tezlik, oqimni tezligi qancha baland bo'lsa, shuncha katta kuch bilan suyuqlik tepaga ko'tarilishini ko'ramiz. Oqim tezligi qancha baland bo'lsa, suvni ko'tarilish kuchi ham shuncha ko'p bo'lyapti. Do'stlar, samolyotni qanotiga qaytamiz. Shu samolyotni qanotini kesmasi. Hamma samolyotlarning qanoti taxminan shunaqangi profilga ega. Hozir bu samolyotni qanoti bu yo'nalishda harakat qilyapti. Yo'ldagi havoni molekulalarini kesib o'tyapti. Aytaylik, yo'lda 2 dona havoni molekulasi turibdi, mana yonma-yon. Shularni kesib o'tyapti. Mana pastdagi molekula qanotning pastki qismidan oqib o'tib, mana bu joyga keldi. Endi yuqorisidagi molekula qanotni yuqori qismidan oqib o'tib, bu yerga keldi. Mana bu joyda vakuum hosil bo'lmasligi uchun ikkala molekula qanot o'tib ketgandan keyin bir vaqtda uchrashishi kerak. Endi bir narsaga ahamiyat beringlar do'stlar. Mana bu tepadagi molekulani bosib o'tgan yo'li ozgina uzunroq bu pastdagi molekulaga nisbatan. Mana bu profilini, qanotning shakli shunaqangi bo'lgani uchun ozgina ko'proq masofani bosib o'tyapti. Ko'proq masofani bosib o'tib, pastdagi molekula bilan bir vaqtda uchrashishi uchun demak buni tezligi ozgina balandroq bo'lishi kerak. Bu yerda demak oqimni tezligi balandroq bo'lyapti pastga nisbatan. Yuqorida oqimni tezligi baland bo'lsa, xuddi biz hozir tajriba qilganimizdaqa tezlik oshsa, bosim pasayyapti. Demak, bu yerdagi bosim bu yerga nisbatan pastroq bo'lyapti. Pastda bosim ko'proq, tepada bosim ozroq. Aynan shu bosimlarning farqi samolyotni qanotini tepaga ko'taryapti. Bu yerda ham xuddi shu Bernoulli qonuni ishlayapti. Qanotni ko'tarish kuchi ko'proq bo'lishi uchun samolyotlarga qanotni ozgina burchak ostida o'rnatishadi. Shunda bu yerdan kelayotgan havoni oqimi bu yerda qarshilikka uchrab tezligi pasayadi. Tezlik pasaysa bosim ko'tariladi. Shuning uchun qanotni ishlash effekti yaxshiroq bo'ladi. Do'stlar, video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, fikrlaringizni yozib yuboringlar. Keyingi safar vertolyot haqida qiziqarli video ko'ramiz.